Kia Sonet zamonaviy crossover, shahar bo'p, o'ylab bo'p, juda ham ixcham avtomobil. Hozir barchasi haqida to'liq ma'lumot bo'ladi. Yangiliklar Kia Sonetimizda rastroshka muddatlari ancha uzaytirib berildi. Necha yilgacha bo'ladi? Necha yilgacha aka? 18-20 oydan boshlab bu yog'i 4 yilgacha. 4 yilgacha bo'lyapti. Endi masalan boshlang'ich to'lovda hozirda eng kami qancha bo'lyapti? Boshlang'ich to'lovda 30% bilan qo'ysiz. Hech qanaqa foiz yo'q. Yo'q. Pena yo'q. Shunaqa. Bitta pasport bilan kelib olib ketsa bo'ladi. Bo'ladi. Zo'r. Foizsiz muddatli to'lovga 50% bersa, unga necha pul chiqadi oylik to'lovlari primерно aka? 3,5 million atrofida chiqadi. 3,5 million atrofida chiqadi. 30 oyga 3,5 milliondan foizsiz muddatli to'lovga o'z pulini bo'lib to'lashga bemalol olsalaringiz bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilarim, Urgutlik akalar bormisizlar? Bugun bizlar Samarqand viloyati Urgut tumaniga tashrif buyurdik. Urgut City'ning ro'parasida joylashgan rasmiy diler Kia avtosaloniga Kia avtomobillarida bugun sizlarga narx-navlarni yoritib beraman. Narxlar qanday bo'lyapti? Urgut City'da joylashgan Kia avtosalonida narxlar qanday, qanaqa qulayliklar bor, qanaqa sovg'alar qilib berishadi? Pol hammasi haqida batafsil ma'lumot berib o'tkazamiz. Yaxshigina o'rnashib olinglar. Urgutlik akalar bormisizlar? Bittadan layklarni ayamaysizlar. Kia Sonetga hozir zo'r imkoniyatlar ketyapti ekan, pol hammasi haqida ma'lumot bo'ladi. Boshdan boshlang'ich to'lovlarni qilib ko'rib turayotgan barcha Kia avtomobillaringizni foizsiz muddatli to'lovga hozirda bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Sizlarga polni batafsil ma'lumot berib o'tkazaman. Sizlarga yaxshi kaftilangan holda bizlar videomizni boshladik. Albatta baho berasizlar. Aziz do'stlarim, sizlar tayyormisizlar? Kia avtomobillarning ko'pligini qaranglar. Birma-bir birin-ketin sizlarga ma'lumotlar berib o'tkazaman. Kia Sonet zamonaviy crossover, shahar bo'p, o'ylab bo'p, juda ham ixcham avtomobil. Hozir barchasi haqida to'liq ma'lumot bo'ladi. Birinchi Kia Sonetimizdan boshlaymiz. Menejer akamizni chaqiramiz. Menejer aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi aka? Yaxshi. Aka, keldik nasib bo'lsa Kia avtosalonlaringizga, Urgutdagi rasmiy diler Kia avtosaloniga. Albatta Urgutlik akalar bormisizlar? Avtosalonga kelib xohlagan turdagi avtomobillaringizni kelinglar. Chiroyli narxlarda qilib beramiz, aka, nasib bo'lsa. Xo'p, aka, salonda nima yangiliklar? Bir bizga tanishtirib o'tib ketsangiz. Yangiliklar Kia Sonetimizda rastroshka muddatlari ancha uzaytirib berildi hozir. Necha yilgacha bo'lyapti? Necha yilgacha aka? 18-20 oydan boshlab bu yog'i 4 yilgacha. 4 yilgacha bo'lyapti. Endi xohishga qarab, talabga qarab olaverasiz. Xohlasangiz 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yil. 4 yilgacha bemalol olsangiz bo'ladi. Aka, masalan, boshlang'ich to'lovda hozirda eng kami qancha bo'lyapti? Boshlang'ich to'lovda 30% bilan, ya'ni 70 million bilan olib chiqib ketsa bo'ladi. Agar davlat ishida ishlaydiganlar bo'lsa, undan ham kamroq bilan olib chiqib ketsa. Undan ham kamroq bilan olib chiqib ketsa bo'ladi. Bo'ladi. Xo'p, agarda siz davlat ishida ishlasangiz agar 70 milliondan kamiga ham olib ketsangiz bo'ladi. Yo'qmi, davlat ishida ishlamayman desangiz 70 million bilan kelasizlar, ochib ketasiz. Aka, bu hamma xarajatlar ichidan, mana sug'urta bo'ladi, boshqasi bilan hammasi ichidan 70 million yo'q. Yo'q, 70 milliondan tashqari sug'urtasi bo'ladi. 2-3 million atrofida bo'ladi u. 2-3 million atrofida. Mana shuni aytganingiz yaxshi. Masalan, где-то примерно bir 73 million atrofida ekan. 73-74 millionga borsa kerak-da. Shunaqa. To'g'rimi? 73-74 million bilan kelasizlar. Kia Sonetda foizsiz muddatli to'lovga bemalol olib ketsalaringiz bo'ladi. Endi berilayotgan boshlang'ich to'lovlaringizga qarab, avtomobillar oylik to'lovlari kelib chiqadi. Xo'p, bitta salon ishlari bilan ko'rsatamiz. Aka, endi bizga qisqacha salon ichi bilan ma'lumotini berasiz. O'zi aslida Kia Sonetda nechta pozitsiya bo'ladi, aka? Kia Sonetda hozirda 4 ta pozitsiyasi bor. Bu yangilangan FIFA Edition varianti. Salon ichiga baho berasizlar. Salon ichlarigacha mana chiroyli. FIFA qanaqa edi bu, aka? Nimasi? Modeli? FIFA Edition. FIFA World Cup. Xo'p, ichlari ko'rib turayotganlaringizdek, mana juda ham qulay, ixcham. Bularda aka sportlar bor ham, po-mo'yim. Bunda bor edimi? Shu pozitsiyasida? Yo'q, eng fullida bor. 250 millionligida bor. 250 millionligida bor, to'g'rimi? Eng fullida. Xo'p, hozir bu fulldan nechta pasti bu? Buni luki bor, to'g'rimi aka? Ha, luki bor. Ishlarini ko'rib turayotganlaringizdek, nimalar bor? Konditsionerlar bor, polni elektronniy bo'ladi avtomobilimiz. Buni aka qarang, endi masalan Kia Sonetlarda akalarimiz bor. Boshlang'ich to'lovni ko'proq beray. Masalan, keyin 50% ni beraman desam-da, masalan, mana shu Kia Sonetga 50% ni beraman desam, menga nech bilan chiqadi oylik to'lov, foizsiz muddatli to'lovga? Xuddi shu pozitsiyaga 3 million 900 atrofida chiqadi. Bundan yuqori pozitsiyasiga 4 million 100, 4 million atrofida chiqadi. Agar xuddi mana shu pozitsiyasini olsam 3 million 900 dan chiqadi. Shunaqa. Necha yilga bu? Bu 30 oyga chiqadi. 30 oyga. 50% ni to'lasa, yarimini to'lasa, yarimni 30 oyga bo'lib to'lash foizsiz. Hech qanaqa foiz yo'q. Yo'q. Pena yo'q. Shunaqa. Bitta pasport bilan kelib olib chiqib ketsa bo'ladi. Bo'ladi, ha. Zo'r. Xo'p, bagajlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Avtomobil orqa ko'rinishlariga ham baho berasizlar. Bagajlari kengina, bularga gaz umuman muammosi tushadi, to'g'rimi aka? Shunday, bular atmosferli motor. Atmosferli motor. Xo'p, orqa vidlarida ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda patroniklari bor, o'zini zavodskoy kameralari bor orqalarida. Orqa vidlariga baho berasiz. Garantiya qancha beryapsiz, aka?
Garantiya 150 ming kilometr. 150 ming 5 yil. kilometr yoki 5 yilgacha garantiya beriladi. Shunday. Xo'p, endi qarang aka, masalan, oblachlarim kelyapti. Trading xizmatlari ham bormi sizlarda? Trading xizmatlari. Trading xizmatlari ham bor, to'g'rimi? Xo'p, ichiga kelsak, sideniyalar materiallik bo'ladi. Mana bu yonlari koja, bu yoqlari materiallik, bu yoqlari ruchnoy bo'ladi. Bu fuldan bitta past ekan. Start stoplari bor, polni multi rul, o'zini monitorlari, bu yoqda obogreflari bor avtomobilimizda. Xo'p, ko'rib turayotganingizdek, salon ichi ham juda ham chiroyli, qulay, ixchamgina, bemalol baho berasizlar. Xo'p, buni o'zi narxi qancha aka? 234 bilan 900 narxi. 234 million 900. Shunaqa. Xo'p. Endi paysalarga qarab narx-navolar ketadi. Bezliklar bor, luk yo'qlar. Ikkinchi paysa bo'ladimi? Ikkinchi paysa luk yo'q. Luk yo'q. Masalan, u ikkinchi paysalarda foiz xizmati to'liq. Endi ba'zi bir akalarimiz bor, menga luk kerak emas. Qancha paysasi pasayib ketsa, narxi ham arzon bo'lib ketadi, to'g'rimi aka? Shunday, ha. Agar ikkinchi paysasini olaman desa, masalan, foiz xizmati to'loviga 50% ni bersa, unga necha pul chiqadi oylik to'lovlari primerda aka? 3,5 million atrofida chiqadi. 3,5 million atrofida chiqadi. 30 oyga 3,5 milliondan foizsiz to'lovga o'z pulini bo'lib to'lashga bemalol olsalaringiz bo'ladi. Paysalarga qarab ketaverar ekan. Ya'ni kelganlaringizdan keyin polni batafsil ma'lumot berishadi. Ekran nomerlarini chiqarib qo'yaman. Xo'p, общий 4 ta paysa bo'lar ekan. Bugun sizlar bilan bu 3-chi paysa desak bo'ladi-da, buni to'g'rimi aka? 3-chi paysani polni ko'rib chiqdik. Kelganlaringizdan keyin tashqarida assortiment juda ham ko'p. 1-chi paysa deysizlarmi? Mexanikasi ham bor, to'g'rimi aka? Bor. Mexanikadan tortib mana 1, 2, 3, 4 ta paysa bor. Keyin ranglardan ham xohlaganini tanlab olib ketsa bo'ladi, to'g'rimi aka? Shunday, ha. Xo'p, endi Kia K3 ga kelamiz. Kia K3 juda ham ko'pchilikda qalbidan joy olyapti. Mana shu avtomobilimiz ko'rib baho bersalaringiz bo'ladi. Aka, bu bizlarda nechinchi paysasi Kia K3imizda? Bu Kia K3imizda 1.6 atmosferli motordagi 3-chi paysasi. 3-chi paysasi bo'ladi. Xo'p, avtomobilimizni endi bitta salon ishlari bilan sizlarga ko'rsatamiz. Avtomobilimizni ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli ishlangan. Beskuluchoy dostubi. Bu 3-chi paysa dedingiz, aka? Ha, shunday. 3-chi paysasi. Xo'p, salon ichiga o'tiramiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Salon ichi juda ham qulay. Rulini ko'rishlaringiz mumkin. Rullari ham Kia K8 rulda, aka. Xo'p, o'zi buni narxi qancha buni, aka? Avtomobilimiz. Buni narxi 269 million 900. 269 million 900 narxi, to'g'rimi aka? Xo'p, xohlasalaringiz bunga ham trading xizmatlari bor, bemalol kelasizlar. Afishkalarini ko'ryapsizlarmi? Juda ham chiroyli ishlangan. Xo'p, bunda aka qanaqa rejimlari bor? Start stopi bor ekan, elektronniy ruchnik, obogref rul, obogref sideniyalar. Xo'p, bu yerda kameralar, zadniy kameralaridagi ishlari, mana ko'rib turayotganingizdek juda ham chiroyli. Qulay avtomobilchi. Menga lekin mana bu yog'iga yoqadi, mana bu materialchasi juda ham chiroyli ishlangan. Xo'p, buni ham har xil ranglardan bor, aka, nasib bo'lsa. Yon ko'rinishlari, endi orqalar vidlariga ham bitta baho berib qo'yasizlar. Orqalar bu polni yonadi, aka. Shunday, ha, orqa to'liq yonadi. Polni to'liq yonadi. Xo'p, o'zini zavodskoy kamerasi, bu bagaji eshigidan ochiladi, menimcha. Ichkaridan yo'q, bu yoqdan. Shundan Mana knopkasi bor. Xo'p, bagaj kengina, ko'rib turayotganlaringizdek juda katta bagajimiz. Bu yoqda zapaska baloni o'ziniki. Propan tushadi. To'g'rimi aka? Propan tushadi. Bu rasxodi qancha aka? Rasxodi 7 litr atrofida bo'ladi. 7 litr atrofida rasxod qiladi. Shunday. Xo'p, gaz momosi tushadi. Rasxodini eshitdilaringiz, orqa betlariga baho berasizlar. Orqalari ham kengina, ko'rib turayotganlaringizdek. Bularda necha paysa bo'ladi o'zi Kia K3da aka? Kia K3 4 ta paysa bor. 4 ta paysa bor. Xo'p, diskalarini ko'ramiz. Diskalarni ham ko'rib turayotganingizdek, mana shunday chiroyli ishlangan. Bu balon almashtirmaymizmi aka? Yo'q, baloni o'zining yumshoq baloni. O'ziniki yumshoq baloni. Ha. Xo'p, beskuluchoy do'stib, sport rejim bormi yo'qmi bunda aka o'zi? Bo'ladimi yo'qmi bularda? Yo'q, bularda sport rejim. Sport rejimi yo'q. 1.6 atmosferli motor. To'g'rimi aka? Ha, gaz tanlamaydi. Yo'q. Gazni bemalol xohlaganini qo'ysa bo'ladi. Shunday. Garantiya qancha beryapmiz? Garantiya bunga ham xuddi shunday 5 yil, 5 yil yo'q 150 ming provaykagacha garantiya. Farlarni ko'rishlaringiz mumkin. Farlari ham juda ham chiroyli ishlangan. Shuni bitta yoqib ko'rsatsak bo'ladimi agar kaliti ichida bo'lsa agar aka? Bo'ladi. Bitta oldi videoga baho berasiz. Keyin eng nimasi? Qarang, oldida patronniklari bor avtomobilimizda. Xavfsizlik tomonlama juda ham kuchli o'ylangan. Yondan farlar? Ha, yonda aka. Videoga bitta baho beringlar. Qani sizlarga yoqdimi? Menga lekin mana shu farachasi juda yoqadi. Juda ham chiroyli, ayniqsa kechda vaqtda zo'r yonadi bu. Xo'p, avtomobilimizni narxini aytib o'tib ketdik. 269 million 900 ekan. Albatta layklab bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana bu yerda hamma nimalari yozib o'tib ketilgan. Xo'p, sizlarga qaysi Kia'ni nimasi yoqadi? Masalan, avtomobili. Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu avtomobilimiz ham to'liq obzori bo'ldi.
Xo'p, aka, masalan, qolgan pozitsiyalardan ham olaman deysiz agar, muammosiz, to'g'rimi aka? Qolgan paysalarni ham xohlaganini qilib beramiz. Qilib beraverasizlar. Xo'p, endi lokatsiyamizni video davomida yana bitta eslatib o'tib ketamiz. Lokatsiyamiz Urgutda, Urgut City'ni ro'parasida joylashgan Kia rasmiy diler avtosaloni. Kelasizlar, albatta sizlarga chiroyli narxlarda qilib berishadi, garantiyalari bilan qilib, sovg'alar ham qilib jo'natamizmi aka? Nasib bo'lsa kelgandan keyin bonuslari bor, sovg'alari bor, avtosalon tomonidan. Hamma bonuslari bor hozirda. Xo'p. Bu avtomobilimiz Kia qanaqa edi modeli? Seltos bu. Kia Seltos. Mana shu avtomobilda ham juda ham ko'pchilik oladi. Bu ham семейный avtomobil, juda ham qulay. Bu avtomobilimizda aka qisqacha buni ham bizga nimasini aytib o'tib ketsangiz, komfortlarni beskruchoylari bor ekan, aka. Bor. Lekin juda ham qulay mana shu avtomobil ham oilaviy ixcham avtomobil bo'ladi. Salon ichini ko'rishingiz mumkin. Salon ichlarigacha zo'r. Xo'p, bularda sport ekolar bo'ladi, aka? Bularda bor. Sport ekolar bor, start stop, multirul, elektron ruchnik, polni barcha komfortlari bor. Abagrev, abduflargacha bor, to'g'rimi aka? Bor. Bularni ham foiz muddatli to'lovga olsa bo'ladi. Bo'ladi. Bularda ham oshib. Bularga necha foiz berish kerak? Masalan, foiz muddatli to'lovga olaman degan akalar boshida necha foizlarni berish kerak? Bularda ham xuddi shunday 30% ni to'lasa. 30% to'lasa, foiz muddatli to'lovga olib ketsa bo'ladi. Eng kam 30%. Ha. 50-60 to'lasalaringiz o'sha yanada oylik to'lovlari arzon chiqib ketaveradi. Xo'p, bundan tashqari yana Kia Sportage-mi? Ha. Kia Sportage-larimizdan ham bor. Bu yangilangan versiyasi, aka? Ha, bu restyling. Bu restyling versiyasi, yangicha polni mana pozitsiyasi bu. Ko'rishlaringiz mumkin. Diskini qaranglar, disklari qanday chiroyli chiqqan. Xo'p, bu avtomobilimiz ham komforti vaqtida dahshat. Slipoy zona 360 ha kamerasi, aka? Kameralar 360, ichlari bilan baho berasizlar. Ichlarini ko'rishlaringiz mumkin. Ichlarida barcha komfortlari bor. Bu nechinchi pozitsiya, aka? Bu Sportage'imizning ikkinchi pozitsiyasi. Ikkinchi pozitsiyasi bo'ladi. Lekin ikkinchi pozitsiya bo'lishiga qaramasdan panoramasi bor, beskruchoylar bor, multirul, abagrevlarigacha bor, zo'r komforti. Narxi necha pul buni aka? 499 million 900 million. 499 million 900. 900 bo'ladi. Bitta orqalaridan ko'rsatib yuborasiz operator. Qaylar Kia avtomobillari juda ham ko'p. Kelib xohlaganingizni tanlab olib ketsalaringiz bo'ladi. Men sizlarga qisqacha ma'lumotlarni berib o'tib ketyapman, shu video cho'zilmasligi uchun. Orqa vidlariga ham baho berasizlar. Orqalaridan polni patroniklar, o'zini bagajlari bularda elektronik bo'ladi, aka, adashmasam o'chirib qo'yilgan. O'chirib qo'yilgan. O'chirib qo'yilgan. Elektronik bo'ladi bagajlari. Xo'p, va yana bitta avtomobillar zo'r bor. Mana shu avtomobil ham juda ham yoqadi. Bu K8mi, 9mi aka bu? K8. K8 salon ichini qaranglar, qanday dahshat. Mashalloh, hammamizga nasib qilsin mana shu chiroyli avtomobillar. Juda chiroyli. Xo'p, buni ham aka foizsiz muddatli to'lovga olsa bo'ladimi? Bo'ladi, bunda ham bo'ladi. rasochkalar ochib qo'yilgan. Bunda ham rasochkalar ochib qo'yilgan. Multirul bo'ladi. Endi bunda vahshiy komfortini gapirmasa ham bo'ladi. Juda komfortlari ko'p. Беспроводной zaryadchik joylari. Ikkita bunda aka? Ha, ikkita беспроводной zaryadchik joylari. Nimalari shaybalik bo'ladi, mana boshqarishi, PRND-lari, nimalari, bu yerda funksiyalari, abagrev rul, abduf, hamma narsasi bor. Buni masaji ham bor, aka? Masaji ham bor. Masajlarigacha bordi. Funksiyasi juda ko'p avtomobilimizda. Keyin akustikalari ham bularni zo'r bo'ladi. Pamit sidenye, pamit sidenyelargacha bor. Ko'rib turayotganingizdek polni elektronniy bo'ladi avtomobilimiz sidenyelari. Xo'p, buni narxi qancha aka? Buni narxi bu ikkinchi pozitsiyamiz. Bu ikkinchi pozitsiyami? Shunaqa. Ikkida shuncha pul bor aka. O'zi option nechta pozitsiya bo'ladi K8da? 3 ta pozitsiya bo'ladi. 3 ta bo'ladi. Lekin ikkinchi pozitsiyani qaranglar, komforti qanaqa dahshat. Panoramalari juda katta ekan avtomobilimizda va orqada o'zini mana shunaqa shtorkalarigacha bor ekan, mana. Keyin avtomobilimizda orqadan abagrev ham yoqsa bo'lar ekan, abagrev abdufni, aka? Ham abagrev ham abdufi bor orqada ham. Zo'r. Slipoy zonasi bor avtomobilimizda. Orqa vidlariga ham baho berasizlar. Kia K8, lekin zo'r. Ikkinchi pozitsiyasi ham menga yoqdi, juda zo'r ekan. Xo'p, aka, masalan, hozir biz ikkinchi pozitsiyani ko'rsatyapmiz-da. 2 bilan 3 nimasida farq qiladi? Privedida farq qiladi. Bunda faqat oldi tortadi, 3-pozitsiyada 4 ta balon tortadi. 4 ta balon tortadi. Ha. Ichida o'zgina funksiyalar o'zgarishlari bor, to'g'rimi aka? Xo'p, baho berasizlar, orqa vidlari chiroyli. Mana bu avtomobilimizdan birdan sizlarga obzorlarni qilib o'tib ketaman. Foizsiz muddatli to'lovga ham buni ham xarid qilsalaringiz bo'lar ekan. Boshdan 30% dan boshlab, boshlanadi, to'g'rimi aka? 30% dan boshlanadi. Gap yo'q. Xo'p, yana bitta avtomobilimiz bu qanaqa modelimiz edi? Kia Sorento. Menga Jeep avtomobil yoqadi degan akalar bormi? Mana shu avtomobil ham juda ham zo'r. Bu umuman yo'lni tanamaydi, aka. Shunday. Xohlagan yo'lda off-road ham hisoblanadi, bu. Ha, off-road. Xo'p, buni ham o'chirib qo'yilgan, menimcha aka. Tagidami? O'chirib qo'yilgan ekan. O'chirib qo'yilgan. Orqa vidlariga baho berasizlar. Salon ishlari bilan ko'rsataman. Xo'p, bu avtomobilimizning narxi qancha aka?
Bu Sorrento'ning 3-pozitsiyasi 739 million 900. 739 million 900. Ha. Bu 3-pozitsiya. 3-pozitsiya. Nechta pozitsiya bo'ladi bunda aka? 4 ta pozitsiya bo'ladi. 4 ta pozitsiya bo'ladi, to'g'rimi? Hmm. 3-pozitsiya, lekin 3-lari ham zo'r, full. Mana bu yoqda o'zini ishlarini ko'rishingiz mumkin. Polni kojinda bo'ladi. Orqada abogriflari bor, pastakandik joylari. Afshkani qaranglar, qanday chiroyli ishlangan. Bu 5 talik bo'ladi, ha aka? Nimasi? Yo'q, 7 talik bo'ladi. Bu 7 talikmi? 7 mingtalikmi bu? Ha. Zo'r-ku. 7 mingtalik ekan avtomobil emas. Xo'p, narxi qancha deysiz buni aka? 739 million 900. 739 million tan narxi. Albatta kelinglar, Kia avtosaloniga mana xohlagan turdagi avtomobillaringizdan qilib ketsalaringiz bo'ladi. 5 yilgacha garantiya beryapmiz. To'g'rimi? Har bitta avtomobilga. Shunday. Yoki 150 ming probeggacha. 5 yil. Zo'r. Albatta kelinglar, bu yerda yana modellar juda ham ko'p. Endi har bittasini obzor qilamiz desak, agar to'g'risi juda ham ko'p vaqt ketadi. Albatta kelganlaringizdan keyin akamiz ichida bo'ladi, sizlarga chiroyli narxlarda qilib beradilar. Xohlasalaringiz trezing xizmatlari ham bor. Avtomobilingizni olib kelsalaringiz agar yaxshi narxlarda narxlab olib, xohlagan turdagi avtomobillaringizdan qilib berishadi. Albatta kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Kia Sonetimiz qancha rasxod qilasizda aka? Aytdikmi, yo'qmi? Kia Sonetimiz 6.2 rasxod qiladi shahar ichida. 6.2 rasxod qiladi shahar ichida. 6.2 6.5 ta rasxod qiladi. Trassaga chiqqanda 3.5-4 litr atrofida rasxod bor. Xo'p, to'lov turlari, foizsiz model to'lov, avtokredit, naqd ko'rinishda bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Sizlarni Kia avtosalonida kutib qolamiz. Urgutda joylashgan Urgut City'ning ro'parasida. Albatta kelinglar, chiroyli narxlarda qilib berishadi. Aka, sizga ham rahmat, obzor qilib berganingiz uchun. Sizga ham rahmat. Charchamang, obunachilaringizga chiroyli narx berasiz degan umiddaman. Xudo xolasa qilib beramiz.